سالهای پیشین 8 9 تا 10 نفر شهروندان جمهوری ازبکستان می آمدند. عین حال امسال در شعبه تحصیلات فاصلوی 586 نفر و در شعبه روزانه 164 نفر، در عموم 750 نفر. O'zbekiston bilan Tojikiston munosabatlari, do'stlik aloqalari yana ham mustahkamlangani sababli shu universitetga o'qishga topshirdik, hujjat topshirdik. Aynan rus tili fakultetiga. Bu fakultet o'zimga ham juda ham yoqadi. Oila a'zolarimiz ham o'zlari taklif qilishdi.